Shukrullo Yusupov Kafansiz ko'milganlar. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Shukrullo Yusupov bu asarda boshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini, to'g'rirog'i, xo'rliklarni eslash insonni yana bir karra og'ir azobga ro'baro qiladi. Uni yozish esa qatag'onlik davri tasviri, undan ham og'iri o'zining xalq dushmani deb ayblanishi haqida yozish, mahbusligini eslash, qamoq voqealari, lager hayoti, suvsizlik. Asar yozuvchining avtobiografik qissasi bo'lib, o'quvchiga qatag'on davri haqida tirik lavhalarni namoyish etadi. Shukrullo Yusupov ham qatag'onlik davrining ikkinchi to'lqini jabrini chekkan, Sibirga badarg'a etilgan o'zbek ijodkorlaridan biri. Sho'ro hukumati lagerlarida og'ir azob-uqubatlarni o'z boshidan kechirgan jabrdiydalardan biri hamdir.